funksiyani topish haqida bo'ladi. Teskari funksiya. Misoldan boshlaymiz. Birinchi misol. Y barobar 3 taqsim x plus 1 minus 2 funksiya teskari funksiyani toping deydi. Endi birinchi o'rinda nima qilamiz? Bu yerda aniqlanish soha, qiymatlar soha degan tushuncha bor. X qabul qiladigan qiymatlar aniqlanish soha. Y qabul qiladigan qiymatlar bu qiymatlar sohasi deyiladi. Xo'p. Agar mana shu yerda x y orqali ifodalab bo'lsak, y uchun aniqlanish soha, demak, berilgan funksiya uchun qiymatlar soha deyiladi. Nima qilamiz? Y ikkini chat tarafga o'tkazamiz, keyin chat tarafida plus o'tadi. 3 taqsim x plus 1 proporsiya qilib yozadigan bo'lsak, x plus 1 teng 3 taqsim y plus 2 ga x o'zini topadigan bo'lsak, 3 taqsim y plus 2 minus 1. Mana endi bu yerda agar x bilan y ni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, y teng 3 taqsim x plus 2 minus 1 ko'rinishda bo'ladi. Berilgan funksiyaga teskari funksiya mana shu funksiya bo'ladi. Ikkinchi misol. Y barobar 2 taqsim x minus 1. Tushunarli bo'lishi uchun yana shunga o'xshash misol ko'rayapman. Bu funksiyaga teskari funksiyani toping deydi. Xuddi yuqoridagidek y birda minus 1 da chat tarafga o'tkazsa, keyin chat taraf plus 1 bo'lib o'tadi. 2 taqsim x minus 1 yoki x minus 1 teng 2 taqsim y plus 1 ga x topadigan bo'lsak, 2 taqsim y plus 1 plus 1 bo'ladi. X bilan y o'rnini almashtiradigan bo'lsak, y teng 2 taqsim x plus 1 plus 1. Berilgan funksiyaga bu demak teskari funksiya bo'ladi. Keyingi misolimiz farqlanadi yuqorgi misollarda. Bunda nima degan? Y barobar 2x kvadrat minus 1 taqsim 2. Bu yerda deydi, x'imiz manfiy bo'lmasin, musbat yoki negativ. Mana shu funksiyaga teskari bo'lgan funksiyani aniqlang. Xuddi yuqoridagidek buni ham x orqali ifodalab olamiz. X kvadrat y plus 1 taqsim 2. Bundan kelib chiqadi x kvadrat y taqsim 2 plus 1 taqsim 4. Yoki x yozadigan bo'lsak, plus minus y taqsim 2 plus 1 taqsim 4. Bizda burada shart bor, x'imiz manfiy bo'lmasin, 0 yoki undan katta bo'lsin degan uchun bu yerda musbat qismini olamiz. Yuqori y taqsim 2 plus 1 taqsim 4 yoki x teng x teng y orqali yozib oladigan bo'lsak, y teng ildiz ostida x taqsim 2 plus 1 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Yoki buni ham yozib oladigan bo'lsak, y teng soddalashtirib oladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mahraj beramiz umumiy bunga, demak ikkitadan 2x plus 1 taqsim 4 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, y teng 2x plus 1 ko'paytirilgan 2 ning birinchisi 4dan x chiqadi. Berilgan funksiyaga teskari funksiya mana shu bo'ladi. Yana bitta misol ko'ramiz, shunga o'xshash. Bu yerda nima deyapti? 4-misolda ushbu, ya'ni y barobar x kvadrat minus 4x plus 7 funksiyaga minus cheksizlikdan 2 gacha oralikda teskari funksiyani toping dedi. Bunda nima qilamiz?
barobar x kvadrat minus 4x plus 4 plus 3 deb yozolsam yetkani. Y 3'tü bir taraf o'tkazsam minus bo'ladi. X kvadrat minus 4x plus 4 bo'ladi yoki x minus 2 ni kvadrati teng y minus 3 bo'ladi. Bunda x minus 2 ni topadigan bo'lsak plus minus y minus 3 ga teng yoki x imiz teng 2 plus minus y minus 3 ga teng. Bu yerda minus cheksizlikdan 2 gacha deb olinyapti. Shunda buning qaysi nimasi olinadi? Pluslisimi, minuslisimi? Shu joyini o'ylab ko'ramiz. Demak, hop, x minus cheksizdan 2 gacha bo'lishi uchun mana bu 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 dan katta yoki teng. Demak, nima bo'ladi bu yerda? 0 dan kichik yoki teng bo'ladi. Ya'ni minuslisi olinadi. X teng 2 minus y minus 3. Bu teng bo'ladi. Yoki buni ham y bilan x o'rnalashtiradigan bo'lsak, 2 minus x minus 3 ga teng bo'ladi. Berilgan funksiyaga teskari funksiya mana shunday topiladi.